Akamiz kelgan ekan, mashinasini mana turinkalar qoplab chiroyli qilib berdi ekan. Biz bekonaga mashina sotilgan Koreyskiy 2010-yil dedingiz aka. Buni 89 ming yurgan. Narxlariga kelib aytadigan bo'lsak, narxlari 5,5 mingdan tushib beramiz. Akalarimiz yetimga qo'ydirgan keldi, xizmatlar chiroyli ekan. Aytilgandek 1 soatda hamma ishimizni bitib berdi. Endi o'yinlarni dollarda olib ketaman deyapsiz akamiz. Mashinada ham gaz bazmalari bormi aka? aka propani bor, metani yo'q. Gazlari bor, ham yo'g'i yaxshi. Holati zo'r, yurishtirish motor asboblari ham yo'q. Go'zal mashina. To'g'risi, yana ham bundan chiroyli qilib bozorga tayyorlab olib chiqamiz. Nomeringizni ham aytib o'tasiz aka. Nomerimiz 95 042 02 00. Akamiz mashina olib ketsa masalan bo'lmaydi deyapti. Bir orasiga aralashtirib olamiz, topolmaydigan qilib. Aka, aytinglar. Ko'rmay qoldim. Orqadan 42. Orqadan 42. Hop. Nariyadan 50. Voy, qiynasa ekan bizga. Obuna bo'lganmisiz o'zi? Telegram, Instagram hammasiga? Aka bor. Hop, bu yerdan 57 edi, bu yerdan? Bu yerdan 42. Bu yerdan 50. Hop, yana 42, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aka, bu yerdan 57 dedingiz-a? 1 2 3 4 5 6 7 8 Aka, rozi bo'lasiz. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham kelaveringlar. Aloqa etib qo'yasizlar, mashinaga bo'lsa ekan.